Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 2024-yil Hilol nashri uchun qanaqa o'tdi? Bugun shu xudo xohlasa ma'lumotlar bilan ulashamiz. Kayfim uchun, mazam uchun yozib qo'yaveraman deyish mumkin-a ijod. Ali aytadi-ku, jigardan bo'lganmi deydi-ku. Savdo bo'limining boshlig'i. Ha, endi tushunishdi. Misol uchun bu oy 10 ta kitob chiqardik degani, shu oyda 10 ta kitob tayyor bo'ldi degani emasda. O'zi bu juda ham kam raqam. Juda kamgina raqamda. To'g'ri. Yana 30 yildan keyin Hazrat tanimaydigan avlod paydo bo'lishi mumkinmi? Qaysidir ma'noda hozir ham bor. Bugun yoshlarni ayblaymiz-ku, qaranglar bizni ayblagan. O'zi eng yaxshi sovg'a kitoblar. Bu yoqqa borsangiz ham, bu yoqqa borsangiz ham. Odat qilib olsa, odamni xumor tutib qolar ekan. E'tibor bermaysizlar. Jamiyat bilan munosabat. Ya'ni kitob ortilgan eshak bo'lib qolmasligi uchun ham albatta uni javonda saqlamasdan o'qish kerak. Qani bir dono so'z ayting. Yaponlar uslubi bor. Ikkita ishda ishlash uchun qiynalmaslik uchun deydi, 3 ta ishda ishlab ko'radi deydi. Ishongim keladi. Ishona olmayman, nima qilay? Assalomu alaykum, hurmatli Hilol kitoblari dasturining aziz muxlislari. Hilol kitoblari dasturining 5-soni, to'g'rirog'i 2025-yil uchun 1-soni. Bizda mehmon bor. Assalomu alaykum. Bunyod xush kelibsiz. Sizlarga ham assalomu alaykum, hurmatli o'qirmanlar. Xursandmiz. Rahmat taklif uchun. Yo'q akam o'zlari tanishtiraman deb turadilar, shuning uchun men bunyod xush kelibsiz deb qo'ya qoldim. Nima deb tanishtirsam ekan dedim. Ha, boshda kelishganingizda. Bunyod bizni Hilol nashriyotini asosiy bo'g'in desam bo'ladi. Xullas, yuragimiz urib turishimizga sababchi. Aka shu jigarimiz bo'lsin. To'g'ri, jigarimiz desangiz ham bo'ladi. Ali aytadi-ku, jigardan bo'lganmi deydi-ku. Savdo bo'limining boshlig'i. Ha, endi tushunishdi. Aynan. Soqqa bilan bog'liq ishlar. Ha, kinoya qilib aytayman, Ali jigardan bo'lgan deydi-ku, o'shanga. Shunday qiladi. Shunga. Bunyod xush kelibsiz. Alaykum assalom. Yorqinjon aka, Qamarnigit. Avvalo taklif uchun rahmat. Endi ozgina nima deydi? Tanishtirishingizda balog'a oshirish deymizmi? Endi mubolag'a bo'ldi. Chunki qo'ygan vazifalarimiz ustozlarning oldida, sizlarning oldida unaqa solishtiradigan darajada emas o'zi. Lekin taklif uchun rahmat. Men boshida rahmat aytib qo'ymoqchi edim. Shu Islomuz jamoasiga, Hilol media jamoasiga shu nashriyotimizni media faoliyatida qo'shayotgan hissangiz uchun xudo xolisa juda ham manfaatli bo'lyapti. Bugungi men ko'rsatuv ham mana 5-sonni birga olamiz. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Mana shu joyda bitta savol tug'ildi-da. Men qarang, mana doim kamtarlikni ushlab turish uchun ko'p kitob o'qish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, endi kamtarlik stabil ushlab turish uchun deydi-ku, doimiy. O'zi kasbimizdan kelib chiqib, ya'ni sotayotgan mahsulotimizdan kelib chiqib o'qishimiz kerak. Lekin tan olib aytaman, juda ko'p o'qiy olmaymiz oxirgi paytlarda. Ish bilan bo'lib, faoliyat bilan bo'lib juda ham ko'p vaqt ajratishga olindik emas. Lekin o'qib turish kerak. Chunki marketingda bitta qoida bor, sohamizdan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir inson o'zini sohasida ishlab chiqarilgan mahsulotni yaqindan bilish kerak. Biz shu kitobni sotar ekanmiz do'konlarimizda. Albatta o'qib kamida mazmuni bilan, darajasi bilan tanishib chiqishimiz kerak. Endi savolingizga javob shu bo'ladiki, endi bu kamtarlik emas, umumiy javob bo'ladiki, shu sohada ekanimizni o'qishimiz kerak. To'g'ri, albatta. Chunki hozir kitob oladigan xaridorlar ham ko'ngillari nozik, ularga juda ehtiyot bo'lib, chiroyli muomala bilan yondashish kerak. Sotuvchi o'sha joyda o'sha aytganingizdek kamtarlik qolaversa, sohasidagi ma'lumotlar bilan yondashaveradi. O'zi umumiy lekin kitob bozorida trendi ham hozir kitobxon belgilayapti-da. Oldin masalan nashriyotlar belgilagan bo'lsa, trendlar o'zgardi, vaziyat o'zgardi. Savol bilan murojaat qilsam, ruxsat bersangiz Bunyodga. 2024-yil Hilol nashri uchun qanaqa o'tdi? Biz mana bugun shu xudo xohlasa ma'lumotlar bilan ulashamiz. Ya'ni raqamlarda aytadigan bo'lsak, bundan oldingi sonida ham berildi o'zi. Aslida ham bugun kengroq ma'lumotlar beradigan bo'lsak, umuman olganda yaxshi. Misol uchun 1 yilda deylik 100 ga yaqin yangi nomdagi adabiyot nashr qilinishi juda ham katta ish hisoblanadi bitta nashriyot uchun. Men Hilol nashr misolida oladigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida bu juda ham yaxshi natija hisoblanadi. Yangi adabiyotlar chiqqani va ularni do'konlarimiz orqali sotilishi
onlayn savdoni rivojlanishi, u bilan birgalikda elektron savdoyimizni rivojlanishi, shu sotuvlarni raqamlarda qaraganimizda rekord deymizmi, rekord natijani qayd etilishini hammasini umumiy hisobda olib gapiradigan bo'lsak, qurollashtirish uchun 2014 yil juda ham yaxshi o'tdi. Va bu keyingi yillardagi maqsadlarimizni, rejalarimizni belgilashimizda asosiy sabab bo'ladi inshaalloh. Bu yilgi rejalarda xudo xolasa endi o'tgan yilgidan yaxshiroq bo'lish uchun harakat bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. 100 ta adabiyot bo'lsa, hozir fevraldamiz. 100 ta yangi adabiyot. Har oyga endi uzoq bo'lsa 10 ta bo'lar ekan-da. 10 ta yangi nomdagi asarni chop etish kerak. Ana shunda o'tgan yilgidan ko'proq bo'ladi. Ya'ni dekabrning oxirida ham 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 120 ta. O'tgan yilgidan yaxshiroq natijaga erishish uchun. Lekin 120 ta yangi asar, buning ichida tarjima bor. O'zimizni mahalliy yozuvchilarniki bo'lsa, katta salohiyat lekin. Salohiyat katta-yu, lekin O'zbekistonning bozori, masalan, umumiy aholini 37 million deb hisoblaydigan bo'lsak, deylik shuni katta yoshdagilarni ham hisoblaydigan bo'lsak, menimcha ahvol uncha zo'r emas, to'g'ri? Umumiy kitobxonlik darajasi haqida shu raqamlarda yana murojaat qiladigan bo'lsak kam. Mana o'zingizga ma'lum, Najot Nur bilan bo'lgan suhbat bo'ldi kitobxonlik maktabida. O'shanda bitta statistika keltirildi. Birinchi 7 raqamni ko'rsatildi, 7% dedilar, keyin yoniga vergul bilan 0 qo'shib 0.7% ekan deb ko'rsatildi. Ya'ni O'zbekistonda davomiy kitob o'qiydiganlarning foizi shunaqa ekan. Yana bitta raqam keltiradigan bo'lsam, misol uchun Baxtiyor oila kitobi bizda eng ko'p nashr qilingan kitob hisoblanadi. Hazratimiz eng ko'p O'zbekistonda ko'pchilik biladigan kitob. Shu kitobimiz taxminan 300 mingdan ziyodroq nashr qilingan shu kungacha. Bu endi shu Hazratimiz 2012-yilda yozib ketgan bo'lsalar, 12 deyarli 13 yil davomida 300 mingdan ziyod nashr qilindi. Ya'ni eng ko'p nashr qilingan sanaladi. Lekin O'zbekiston aholisini foiziga aylantiradigan bo'lsak, xuddi shu taxminan 0.5-0.7 atrofidaga to'g'ri keladi. Ya'ni bizniki eng mashhur kitobimiz shu adadda nashr qilingan ekan, hali umumiy aholi uchun bundan nechadir barobar ko'p nashr qilishimiz kerakligini bildiradi. Endi bu raqamlar nimani bildiradi? Misol uchun boshqa sohada eng mashhur chiqarilgan mahsulot olsak, bu telefon bo'lsin, mashina bo'lsin, aholi jon boshiga deyarli teng kelishi mumkin-da. Lekin kitobda bu juda ham kichik natijani ko'rishimiz mumkin. Endi bunga elektronni qo'shmayapsiz-da, lekin to'g'rimi? Elektronni qo'shgan taqdirimizda ham juda katta farq bermaydi. Yo'q. Mana biriga bir qo'shilishi mumkin, lekin hattoki balki yarmidir. Bu endi yana bitta alohida mavzu ochiladi hozir. Bizda hali elektron kitob o'qish madaniyati shakllanmagani, uning uchun alohida pul to'lash insonlar hali o'rganmaganlar hisobga oladigan qobiliyati yo'q. Qobiliyat hali shakllanmagan. Lekin baribir rivojlanayotgan bozor elektron kitoblar. Elektron kitoblar ya'ni qog'oz kitobga nisbatan karra-karra o'syapti. Ya'ni foizga solishtirganda o'sish katta. Ya'ni soniga, ya'ni tiraj soni deymizmi? Soniga katta farq bo'lmasligi mumkin solishtirganda va qog'oz kitoblar sotilishi son jihatdan ustun, lekin o'sish darajasi elektronda kattaroq oxirgi yillarda. Ayniqsa audio kitoblarda. Mana shuning uchun ham o'zingizlar bilan bir nechta audio kitoblarni yangisini chiqarish ustida harakatlar ketyapti. Oxirgi yillarda natija shuni ko'rsatyapti. Men hozir shuni aniqlashtirib olay deb so'ramoqchi edim. Ya'ni boshqa nashriyotlarni faoliyatiga qaraganda o'sha bizda chiqayotgan 100 ta nomdagi yangi asar o'sha juda yaxshi deb aytganingiz uchun, ya'ni bahodan juda yaxshi dedingiz-ku. O'sha endi nashriyotlar bilan solishtirgandagi holatmi? To'g'risi, ularda ham balkim kuzatib, qiziqib, ularda nechta bo'ladi? Nashriyotlarda statistikasi o'zi umuman hamma nashriyot e'lon qiladimi statistikasini? Hozir savolingizni berish jarayonida o'yladim, men kuzatmas ekanman. Bir ikkita ijtimoiy tarmoqda faol nashriyotlarni etmasa va alohida statistikani kuzatmas ekanman. Masalan uchun Asahini bilamiz. Endi nashriyot sifatida baribir kitob tayyorlovchi bor, Qamar kitob asli kitob do'koni, lekin ularni kuzataman, lekin ulardan bir aniq raqam eshitmagan ekanman. Menimcha yiliga 100 ta adabiyot chiqarmasa kerak ular ham. Chunki 100 ta bu katta anaqada baribir. Shuni uchun aytib o'tirdim-da, ya'ni men bu o'sha 100 tani chiqarish uchun boring tarjimasi 50 ta bo'ldi. 50 ta asar
boshqa tillardan tarjima bo'lgan asar. O'zimizda hali yozuvchilar yangi asarlarni yozyaptimi yo'qmi, bitta Hilolga emas boshqalarga ham berishi mumkin mana nashriyot. Lekin o'sha topish masalasida aytyapman-da, ya'ni mahsulot sifatida juda katta ish ekan degan fikr o'tdi. O'sha 100 ta qilinganligi. Endi bu yil ham agar 120 taga olib chiqish uchun o'shanaqa kerakda mahsulot. O'rni kelganda bitta ma'lumot, endi bundan sizlarning ham xabaringlar bor, lekin o'quvchilarimizga ma'lumot bo'lish uchun. Misol uchun bu oy 10 ta kitob chiqardik degani, shu oyda 10 ta kitob tayyor bo'ldi degani emasda. Bu 10 ta kitobni bu yozuvchi bizga misol uchun 2 yildan beri tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni tahriyada shunaqa adabiyotlar turadi, yillab vaqt ketadi. Uni ya'ni qo'lyozma shaklida kelib, kelguncha, tayyor kelguncha ancha vaqt o'tadigan bo'ladi. Ya'ni bu jarayonda nechadir yildan beri tayyor kelib, mana misol uchun yanvar oyida tayyor bo'lib bizga nashrga chiqish muvaffaq bo'lgan bo'lishi. Aslida u bir oy ichida chiqdi degani, uni orqasida 1 yillik, 6 oylik mehnat turgan bo'lishi mumkin. Biza faqatgina shu oyga nashri to'g'ri kelib qolib, shu oyda chiqayotgan kitoblar haqida misol uchun hozir so'z yuritamiz. Biz kitobxon sifatida albatta xursand bo'lamiz. Yangi asarlar yetib boryapti, yangi asarni o'qish imkoni paydo bo'ladi, lekin buni orqasida aytganingizdek, to nashr qilguncha bo'lgan 10 ta bosqich deylik. Yozilib muharrir, musahhir, teruvchi, qoliplovchi, nimaga qog'ozni olib kelish, qog'ozga bosish, uni tikish, yelimlash, muqovasini tayyorlash, muqovadan keyin yana qayta yopishtirish, u tayyor holga kelguncha aytganingizdek vaqt ketadi. Lekin meni shu o'ylantirgan narsa, ya'ni o'sha ba'zi bormi degan fikr bo'lib qoldi-da, xullas. Lekin juda yaxshi. 100 ta nomdagi kitob endi masalan u maqtash hammani qo'lidan keladi deydi-yu. Taqsimga so'zovor ish, lekin bitta masala borki, uni yillab omborda turishi degan masala mavjudda. Bu nashriyotni tormozlashtiradi faoliyatini. Merosda buni Bunyod mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Bitta masala meni qiynaydi anchadan beri. Hozir masalan yanvar oyida bosilgan kitoblarga kirishdan oldin mana shu fikrni aytmoqchiman. Masalan deylik, bitta nashriyot 1 yil davomida 50 nomdagi kitob chiqardi. Jamiyat uchun qay darajada kerakligi hisobga olinadimi mana shu narsani tahlil qilinadimi? Masalan, yoshlar auditoriyasi, kattalar, bolalar auditoriyalari hisobga olinib chiqariladimi? Masalan, deylik kimdir bitta mavzuda kitob yozish istaydi-yu, lekin jamiyat uni iste'mol qila olmaydi. Bo'lishi mumkin-ku, masalan, men ijodkorman, kayfim uchun, mazam uchun yozib qo'yaveraman deyish mumkin-a bitta ijodkor. Lekin uni jamiyat qabul qila olmaydi, uni o'qiy olmaydi. Masalan, deylik, uni ochiq, masalan, Hazrat ayrim kitoblarini hazm qila olmaymiz-ku, oddiy o'quvchi sifatida. Hazm qila oladigan kitoblarimiz bor. Hazm qila olmaydigan kitoblarimiz bor. Mana hozir Baxtiyor oilani aytdingiz. Eng ko'p nashr etilgan kitob shu vaqtgacha 300 mingdan oshdi deydigan bo'lsak, o'zi bu juda ham kam raqam. Bu 12 yil, 13 yil muddatga juda kamgina raqamda. Eng muhimi yana hozir 5 ta oiladan, 3 ta oiladan bittasi ajrashib ketayotgan vaziyatda bu juda ham kam. Nashr qilinganligi. Men demoqchimanki, yozuvchilar jamiyatdagi og'riqlarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Shu fikrni masalan qo'llab-quvvatlaysizlarmi yo noto'g'ri fikrdasiz deyishingiz mumkin. Masalan, sizda fikr bo'lishi mumkin. Bekorda aytibsan, yozib qolinishi kerak, u ertaga baribir o'qiladi degan fikr bo'lishi mumkin-da menga qarshi hozir. Lekin har bitta davrni adabiyoti o'sha davrni tamsil qiladi. Yozuvchilar ham o'sha muhitda bo'lganligi uchun asosiy narsasi insonni taqdiri bo'ladigan bo'lsa, o'sha insonni olib chiqishda tabiiy o'sha davrda yashayotgan muhitini, siyosatini, madaniyatini, boshqasini imkon qadar yoritib ketadi. Lekin o'shanaqa katta yozuvchilarimiz hozir balkim biz yaxshiroq bilmaymizmi yoki biz faqat bu yoqda diniy ma'rifiy mavzudagi asarlarni o'qiyotganimizgami, balkim uzunroq qolgandirmiz. Lekin mana Isajon Sulton, Navoiy, Beruniy kabi tarixiy romanlarni taqdim qildi. Ularda ham baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bugungi zamonamizga taalluqli bo'lgan masalalar ham baribir kirib ketgan. Ya'ni o'sha tarixiy davrni ochish barobarida bugungi kunda yashalayotgan zamonni ham qaysidir kamchiliklarini bir ko'rsatib ketgan holatlari bor. Xudo xolasa balkim aytganingizdek o'sha kayfiga yozgan taqdirda ham yozuvchi shu nisbatan bo'lsa ham hali davrimizni yoritib ketadi. Yo'q, men demoqchimanki, deylik yozda yozuvchi bitta narsada jamiyatda qaysidir muammosiga dori bo'lish kerak.
deylik bugun To'g'ri. nima masalan ruh qaysi tomondan izdan chiqyapti, Albatta. yoshlarni nima ko'proq jalb Mhm. qilyapti, nimani orqasidan ergashyapti va shunga dori kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Masalan deylik hazratni bitta zo'r anaqasi bor edida, deylik masalan 2000 nechinchi yildir sog'lom bola yili deb e'lon qilingan bo'lsa, o'sha yili sog'lom bola yili degan kitob chiqargan, sog'lom bola degan. Masalan keksalarni e'zozlash yili degan vaqtida, Unga munosib ya'ni hazrat o'sha vaqtda davrni o'zini trendi bilan birga yashardilar. Masalan bizda hozir yetishmayotgan kamchilik o'sha trendni yashay olmayotganligimiz. Mana deylik keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi dekabrda. Hazrat deylik yanvar fevralda keksalarni e'zozlash degan kitob chiqaradi. Men demoqchimanki, deylik davlat siyosati shunga yuradi va buni din qo'llab-quvvatlab turibdi va shu trend bilan birga. Jamiyatda og'rig'ini his qilish degan masala bor-ku. Baxtiyor oila masalan necha yil oldin yozilgan asar, lekin bugun ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ya'ni tafsirlar dolzarbligini yo'qotmaydi qiyomatgacha. Inshaalloh. Deylik masalan Mo'minning qalqoni mana yanvar oyida qaytadan nashr qilindi. Ha? Masalan Ramazon yaqinlashyapti. Bo'ldi. Bu narsa masalan bolalar balog'atga yetadi, ro'za tutishni boshlaydi, hukmlar o'zgarmaydi va bu doim kerak demoqchiman-da. Murojaat qilinaveradi va buni yashashi anaqa. Lekin bitta narsaki, buni targ'ib qiluvchilardan katta mas'uliyat talab qilinadi-da. Bitta narsa. Masalan, yana 30 yildan keyin hazrat tanimaydigan avlod paydo bo'lishi mumkinmi? Mumkinmi? Hozir ham bor. Hozir ham bor-da. Masalan, chiqib turin, deylik karantinda hazratni ma'ruzalari televideniyalarda e'lon qilinishi, boshqa qilishi, masalan, voha tomonda ko'pchilik tanimas edi. Shu Ramazonda ma'ruzalar berildi, Ramazon suhbatlari berildi va shundan keyin tanuvchilar juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni ertaga tanimaydigan avlod kelmasligi uchun ham berish kerak. Chunki bunaqa yozuvchimiz yo'q-da endi masalan, bunaqa olimimiz yo'q hozir biz. Tan olamizmi, yo'qmi? Anaqa xullas har xil vaziyat. Bo'layotgan gap shu-da. Bo'ladigan gap bu bori ham shu o'zi aslida. Qo'ldan kelgancha shogirdlari davom ettirib turishibdi. Ya'ni mana hozir ya'ni gapiramiz, ustozlar bilan mutolaa loyihasi bo'lyapti. Ya'ni yozib turgan yozuvchilar, shogirdlar tomonidan yangi adabiyotlar berib turilibdi. Haligi fikringizga qo'shimcha qilib ketsam, kecha mana Xayrullo Hamidov bilan bitta joy bitta tasvir ishlarida ketayotganda aytibdilar. Reklama qilib ketdik. Hilol mehmonda mehmon bo'ldi deb. Hilol mehmoni loyihamiz. Bu ham sizlar bilan loyiha. O'shanda alohida gaplashishga imkon bo'lib qolganda aytibdilarki, mana Hazratimizni o'sha aytyapsiz-ku, ya'ni mas'uliyatni his qilganlar. Hazrat deyaptilar shunaqa edilarki, shu vazifani men qilishim kerak ekan. Men qilmasam boshqa odam qilmas ekan deb qilish bir anonsi bo'lgan ekanda, ya'ni o'zlaridan. Masalan uchun men qilmasam boshqa odam bitta odam kelib qilib bermaydi. Tashqaridan turib qilar ekanlar va aynan o'sha eslagan Baxtiyor oila kitobi 2012-yil yozilgan. 2012-yil Mustahkam oila yurt tayanchimi deb nomlangan. Siyosat mustahkam oila qanaqadir bor edi. Shu yilda yozib tugatildi. Keyingi yil sog'lom oiladan keyin sog'lom bola yil bo'ldi. 2013-yil sog'lom bola kitobini yozganlar hazratimiz. Keyingi yil adashmasam keksalarni e'zozlash yili bo'ldi. Keksalarni e'zozlash degan kitob yoziladi. Ya'ni bu meni vazifam ekan deb turib hazrat shuni qilganlar. Ya'ni haligi fikringizni to'ldiradigan bo'lsak, hazrat shu narsa bo'lgan. Men qilmasam boshqa odam kelib qilib bermaydi degan bir tushuncha bo'lgan bo'lsa kerak. Biz endi yaxshi bilmaymiz. Kecha shuni Xayrullo Hamidov ham ta'kidlab aytdilar alohida suhbatda. Hazratda shunaqa narsa bo'lgan deb aytdilar-da. Lekin jamiyatga nisbatan mas'uliyat, masalan, yetishayotgan avlodlarga nisbatan mas'uliyat. Bu tamomila his qilingan og'riqlar. Va shuni qilganlar. Keyin men eshitganman, bu endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman-ku. Hazrat o'sha mutaxassislar o'zini mutaxassisligi bo'yicha kitob yozishni kutgan deydi. Yozmagandan keyin o'sha mavzuga murojaat qilgan. Yozishmayapti-yu deb turib. Ayni shu kitoblarda ham ayni fikringiz o'rin topgan. Tasavvur haqida tasavvurda boshidagi kirishlarida aytganlarki, birovlar u dedi, birovlar bu dedi. Biz kutdik. Ya'ni joyini kutdik, muddatini kutdik. Qani boshqa bir adabiyotlar bilan ham tanishdik, lekin aniq haqiqatni yoritib beradigan narsa bo'lmagandan keyin biz ana o'rtaga chiqdik. Endi mana biz yozdik. Biz mana taqdim qilyapmiz deb o'sha tasavvuf haqida tasavvurda tasavvuf nima, tariqatni boshida turgan o'sha odamlar tarixidan to bugungi kungacha rivojlanib kelishi hammasi bayon qilinib, mana o'zi sizlar so'rayotgan narsa degan ma'noda taqdim qilib qo'yadilar. Oldida siz aytgandek gap.
biz kutdik. Qani boshqalar ham nimasini ko'rsatsin, imkoni boricha yozsin, taqdim qilsin. Yo oxirida keyin o'zimiz mana to'lig'ini bayon qilib berdik deb aytib ketyaptilar. Aytganingizdek mana munosabatlari. Xo'p, endi nima nashrlarga o'tamiz? Ustozlar bilan mutolaa loyihasi haqida gapirdingiz. Shu haqda. Xo'p, ustozlar bilan loyiha mutolaasi shu Hazratimiz asarlarini yanada yaqindan tanishish bo'lib ham mana yangi avlod yetishib chiqyapti, ular kitobni o'qiganda tushunmasligi mumkin. Kitobni o'qish mumkin, o'qib chiqadi, lekin savol bo'lishi mumkin, tabiiy tug'iladi. Kimdan murojaat qilib, kimdandir so'rash imkoniyati, shu narsalarga bir zamin yaratish maqsadida ushbu loyihaga qo'l urildi. Bir oyda bir marotaba o'sha kitobxonlik maktabi loyihamiz doirasida bo'lib o'tadi. Bir oyga bitta kitob tanlaymiz va o'quvchilarga shu kitobni vazifa qilib topshiramiz. Birinchi sonida Hadis va hayotning 3-juzi Niyat, ixlos, ilm kitobini tanlandi va o'sha kitob o'qib kelindi. Hazratimiz o'sha farzandlari ustoz Ismoil domla boshliqlari o'tkazildi. Ya'ni o'quvchilar bir oy davomida kitobni o'qishgan, kelib o'zlarida savollar bo'lgan bo'lsa berib, yana bu yoqda ustozimizdan batafsil sharhini olib qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Endi ikkinchi sonida 2-fevral oyi uchun Mo'minning qalqoni mufassal ro'za kitobi tanlandi. Sababiki Ramazon yaqin, Ramazonga tayyorgarlik maqsadida o'quvchilarga bir vazifa qilib berildi. O'qib kelishadi, ustoz bilan uchrashuvda savollarga javob olishlari mumkin bo'ladi inshaalloh. Ya'ni Hazratimiz asarlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun shu bizni o'zimizning jamoa a'zolaridan taklif bo'ldi. Shu loyiha ustozi boshligida boshlandi. Mana inshaalloh hozir yaxshi kutib olishdi. Birinchi sonda o'sha hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Hilol nashri o'sha tadbirlar zali to'lib ketdi. Birinchi, ikkinchi qavatding. Azotaj bo'ldi deyapsiz. Ya'ni bu xursand bo'ladi odam bundan, chunki o'qishga muhabbatli insonlar ko'p ekan. O'zi bu kabi tadbirlarni Qamariddin akam yaxshi biladilar, bizda ko'p bo'lib turadi. Xursand bo'lasiz. Ya'ni kitob taqdimoti, kitob ustoz bilan uchrashuv deganda zalimiz to'lsa, qancha to'lib biz-ku bu yoqda odamlarni joylashtirish anaqasi bilan band bo'lib qolamiz. Stul top, joylashtir, ekran ula degan vazifalar bilan sal band bo'lib qolib suhbatda eshita olmay qolamiz. Shuni sal alam qiladi-yu, lekin xursand bo'lamiz. Ya'ni shunga odamlar kelib qatnashib bir manfaat topsa, shunga hissamiz qo'shilgan bo'ladi degan umidimiz bor, xudo xolisa. O'z masalan, bilasizmi, mazani tushunish degan masala keyin bo'lar ekan. Hozir ham o'z mazani tushunmayotgan bo'lyapsiz. Mana deylik, o'sha ustozlar bilan mutolaa loyihasida odam ko'p keldi, siz xizmatda bo'lgansiz, mana bunaqa tashkiliy masalalarni qilgansiz. Lekin hozir tushunmayapsiz baribir mazasini. Qanaqadir masalan muddat o'tadi-ya, o'shani eslab turib, voy, mana shunaqa davrda yashadik, deysiz masalan. Shunaqa bo'lgan edi-ya deysiz. O'sha vaqtida his qilmaysiz-ku, keyin yomonroq his qilasiz-da. Agar Xudo ko'rsatmasin o'sha ne'mat topib qo'ysa, battar anaqaga tushasiz. Panikaga deydi-ku, panikaga tushasiz. Menda o'sha hozir yaqinga aytayotgan holat bu tadbirdan bu tadbirgacha ko'chib turadi-da, qanaqa desangiz. O'sha odam ko'p bo'lsa, tepa qavatimiz o'sha zal to'lgan bo'lsa, keyin chiqqanimizdan keyin pastda ham odam ko'p bo'ldi, ekranda ko'rishdi degan gaplarni aytishadi-ku. Endi odamimiz ruhiyatingiz quvonadi, xursand bo'lasiz. Endi nimadir bo'lib keyingi tadbirda odam kam bo'lib qolsa, mabodo zalimiz bir taraf turibmi yoki ochiqroq joylar qolsa, endi bu yoq ham bandachilik sal ruhiyatingizga ta'sir qilib qo'yadi. Ya'ni o'tgan safargi to'la odamlar bilan o'tirganingizda boshqasi zavqlanib o'tirasizda. Chunki shuncha odam keldi, shuncha odam bitta bir ma'rifiy suhbatdan ozuqa olib ketadi. Bu safar endi mayli nimadir ishi bor yoki Qalik ilmiy suhbatning savobi. Odam kam bo'lib qoladi. Odam kam, siz ham sal ruhiyatingiz uncha bo'lib turadi. O'sha bir tadbirdan ikkinchi tadbirga bo'ladigan holat bizda. Eshitdinglarmi? Anvar? Shuning uchun yana bir bor eslatib qo'yamiz. Chiqinglar demoqchiman-da, olgan bo'lganda. Har seshanba kuni soat 14:00 da, agar yozgi bahorgi vaqtga o'tsak, ertalab soat 10 da har doim Hilol nashrining majlislar zalida kitobxonlik maktabi bo'ladi. Bemalol vaqtini so'ramasdan, bugun ham bo'ladimi demasdan kelaveringlar. Shu yerda tadbir bo'ladi inshaalloh. Faqat bayramlar istisno. Xo'p, mana Mo'minning qalqoni Hazratimizning kitoblari mufassal ro'za kitobi
qaytadan nashr etildi bu kitob. Ramazon yaqin o'qish shart bo'lgan kitoblardan bittasi. Qamariddin bu kitobni audio variantini tugatdi. Qisqa montaj bo'lyapti. gapirib bersangiz. U alhamdulillah zo'r bo'ldi. Maza qilib o'qidik. Maxsus tayyorgarlik bo'ldi, ya'ni shu Ramazonga hadya bo'lsin deb. Hasanxon Yahyo Abdulmajid qori domlamiz suhbat kuni esingizda bo'lsa bir gapni aytdilar, hali mushafli tarovih mushafini taqdimotida aytdilarki, Hazrat har doim Ramazonga bitta yangilik qilardilar. Hadya bo'lardi xalqimizga, musulmonlarga deb. O'sha ma'noda o'sha tarovih mushafi Hazratning ishlarini davomi sifatida bir hadya bo'lsin, yangilik bo'lsin degandek gapni aytdilar. Biz ham shu ozgina bir xizmat bo'lsin deb yaxshi taklif bo'lib qoldi ustozlarning ruxsati bilan. Kitobni qisqaroq muddatda o'qib chiqdik. Hozir mana ovozlarni to'g'irlashyapti. Xudo xolasa qo'llariga yetib boradi, bemalol o'qish imkoniyati ham bo'ladi. Endi bunda Hazratning o'zlarining uslublari ro'za Qur'onda qanaqa bayon qilingan, hadisda qanaqa bayon qilingan, shariatimizda qanaqa hukmlar bor va eng qulay joyi savol-javob tarzida savol-javoblar berilgan. Bitta mavzu yoritilgan. Mavzu tugagandan keyin aynan muxlislardan kelgan, xalqimizdan kelgan savollar, o'sha mavzuga oid savollar berilgan. Tagida Hazratning javoblari har bitta mavzu tugagandan keyin xuddi shu uslub bilan oxirigacha yetib borgan. Ya'ni ro'zaga oid nimaiki savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu savolda javoblari orqali o'zlariga bilib olishlari mumkin. Va oxirida Ramazonda tutiladigan ro'zani inson salomatligiga foydalari alohida berilibdi. Bugungi kunda deydi, boshqa musulmon bo'lmagan olimlar aniqlashyaptiki, inson o'z ixtiyori bilan bir yilda bir marotaba 28 yoki 32 kun och bo'lishi kerak degan narsani aytishyapti. Buni tagiga yetib, keyin hali bu Qur'onda borligi, Alloh taolo buni musulmonlarga o'sha payg'ambar Muhammad alayhisalom orqali yetkazganligini bilib tasanno aytishyapti, qoyil qolishyapti deydi. Ya'ni ular o'zi jismoniy, ya'ni jasadga foydalarini aytgan bo'lsa, ro'zani o'zi ruhga, musulmonlarda borligini bilgandan keyin endi hayron qolishyapti deydi. Bular uni ilm orqali yetib borishyapti. Insonning tanasi bir yilda, shu bir oy davomida 28-32 kun davomida och bo'lishi kerak, u o'zini yangilab olishi kerak degan ma'noda xulosalarga kelib, haqiqatga yetsa kitob musulmonlarda bu narsa bu 15 asrdan beri bor-ku deyapti. Ana shu bilan hali kitobda qiziqarli ma'lumotlar ham keltirilgan. Ma'lumot uchun bu kitob bizda 13-marta qayta nashr bo'lyapti. 13-marta, mashaalloh. Har safar o'rtacha 5000-10 mingdan nashr qilishni hisobga olsak, mana 100 mingga yaqin desak ham bo'ladi. Nashr qilinibdi bu kitobimiz. Bir yilda bir marta nashr qilinadimi yoki undan ham ko'proq? Undan ko'proq, ha. Ramazon oyida bu kitobga talab oshadi. Mashaalloh. Ro'zadorlarimiz ko'payyapti. Shu o'rinda buni kitobning sherigi bor. Ruxsat bersanglar aytib ketmoqchi edim. Mo'minning najoti deb nomlangan zakot kitobi. Biz ko'pchiligimiz ro'zaga alohida ahamiyat qilib tayyorlanamiz, lekin zakot kitobi biroz e'tiborimizdan chetda qolib ketadi ko'pincha. Shunga bir o'rni kelganda qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim. Bu kitobni ham olib o'qisa, zakot haqida ham ma'lumotlarimiz va moliyaviy ibodatga bo'lgan tushunchalarimiz ham xudo xolisa to'liq bo'ladi. O'zgaradi desangiz ham bo'ladi o'zi aslida. Chunki o'zgartiradigan narsada kimdir bexabar bo'lishi mumkin, xabar topadi, boshqa qiladi. Ya'ni ro'za bilan darajasi bir xil-ku uni ham. Albatta. Xo'p, men bu juda ham yangi kitob ekan. To'g'riroq yangi kitob ekan. Abu Mansur Moturidiyning Tavilot al-Qur'on degan kitobi. Bu endi 19-20 juzlarga bag'ishlanadi. Qur'ondagi Furqon surasini 4-oyatidanmidi? Furqon surasini ma'no tarjimasi yo tafsiri joy olgan ekan. Aynan. Bu juzda 19-20. 19-20. O'sha berilgan. 20-juzda, Furqon surasi. Bu kitob teskari tartibda nashr qilish boshlangan. Ya'ni 30-juzdan boshlab o'tgan solida ham qaysidir juzlarni adashmasam o'zingiz e'lon qildingiz. Hozir teskari tartibda 19-20 ga kelindi. Shu tartibda 1-juzgacha borish xudo xohlasa reja qilingan. 30 dan kelinyapti-da. 30, 29. Keyin yaxlit bu kitob bo'ladi. Inshaalloh. Yaxlit keyin komplekt deydi-ku.
yaxlit Alloh qilib nasib chiqariladi. qilsa. 30 juzli Bu kitob bir nechta ustozlar tarafdan tarjima qilinayotgani ham bor. Ya'ni bir kishi tarafdan emas, balki o'sha Islom akademiyasi bugungi kunda islom to'g'ri nomida xalqaro islom O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi. shu yerda faoliyat yurituvchi ustozlarimiz tarafdan tayyorlanadi va Hilol nashriga o'sha maxsus buyurtma deymiz. Shu asosda nashr qilib kelinyapti. Katta ko'lamdagi ish. Xuddi shu hajmda bir 30 ga yaqin, 30 dan kamroq bir 20 ga yaqin kitob bo'ladi inshaalloh. Xo'p. deb boshlaganimga e'tibor bermaysizlar. Xo'p, hozir men ko'rib turgan kitobimni ko'rib qilib qattiq nafas oldim. Sababiki biz jamiyatimizda axloq tushunchasi o'ta o'zini anaqasini yo'qotib qo'yapti-da. Ya'ni bugun yoshlarni ayblaymiz-ku, qariyalar ham bizni ayblagan. Tasavvuran demoqchimanki, lekin ahvol o'ta orqaga ketyapti va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turamiz-ku bu narsani. Xullas ahvolimiz og'ir. Hazil ma'nosida videolarda tarqalyapti-ku. Qadim o'tgan asrlarni aytishyapti, nechinchidir asrlarni. O'sha tosh bitiklarni o'qish imkoni bo'lib, tosh bitiklarni o'qishsa, o'shanda yozilgan ekan deydi. Yoshlar buzilib ketyapti. O'sha paytda, ya'ni bu muammo har bir davrning o'zining muammosi ekan. Har bir davrda bo'ladigan gap. Lekin har bitta narsani eng kulminatsion nuqtasiga yetish bor-ku, ya'ni cho'qqiga chiqish. Shu cho'qqiga chiqyapmiz deb o'ylayman. Masalan, o'zi umumiy o'zbek millati o'zini qadriyatlarini saqlab qolish borasida boshqa turkiy xalqlarga nisbatan ya'ni yaxshi ahvolimiz, lekin umumiy jihatda yaxshi emas. Shu ijtimoiy tarmoqda nima deysiz endi? Imkoniyat qo'lida turibdi-da hamma narsa. Rang olyapti boshqa joydan. Shu rang olmasligini uchun ham musulmonning axloqi degan kitob chiqdi-da bizda. Mana bunyod ko'rsatsangiz bo'ladi. Marhamat. Xo'p, doktor Vahba Zuhaylining Musulmonning axloqi kitoblari. Ushbu muallif bizga yaxshi tanish. Boshqa kitoblari ham chiqqan. Hilol nashrida oldinroq Shamoil Mustafo degan kitoblari tarjima qilib chiqarilgan edi. Ushbu kitoblari bizga ma'lumot berishligicha ustozlar tomonidan 3 ta juzdan iborat bo'ladi. Qo'limdagi hozir 2-juzi. Birinchi va 3-juzlar endi nashr ya'ni tarjima ishlari davom etayotgan ekan. Bu avvalroq tayyor bo'lgani uchun muhim mavzu bo'lganidan xalqimizga tezroq borsin deb nashrga berib chiqarish rejasi bo'lgan ekan. Mana hozirgi kunda ham chiroyli shaklda chiqarildi. Endi hajmidan ham bilsak bo'ladiki, mavzudan kelib chiqsak, juda muhimligidan albatta olib, o'qib, unga tanishib, amal qilishimiz kerak bo'lgan masalalar jamiyat bilan munosabat. Ya'ni hozir aytgan shu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'proq muammo menimcha oilaviy, shaxsiydan ham ko'ra jamiyat bo'lgan muammolar ko'proq uchrayapti. Mana shu kitobda inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Kelgusida 1 va 3-juzlari ham nashr etilsa, to'liq komplet bo'ladi, xudo xohlasa. O'zi tanishib chiqdinglarmi kitob bilan? Men bir qur deydi-yu, ko'z tashlab chiqdim. Masalan, menda savollar bor-da. Bu endi masalan hajm jihatdan katta kitob. Masalan, musulmonning axloqi bu juda keng tushuncha-da. Ya'ni o'zi bunaqa bitta kitobda berish qiyin o'zi aslida. Bo'lib ham masalan bu kitob og'irlik qilmaydimi? O'quvchiga. Shunga men o'zimcha, men ham shu kitob haqidagi ma'lumotlarni o'qigan paytim, demak, Hazratning ijtimoiy odoblar kitobini sal keng, hajm jihatdan ko'proq kattaroq holat ekan degan fikr keldi. Ijtimoiy odoblarni o'qish kerak deyapsiz, birinchi bo'lib. Ijtimoiy odoblar yengilroq. Ya'ni hajmi ham, qo'lga ushlashi ham, boshqasi ham deylik. Agar unga ham bahona topishsa, ijtimoiy odoblarni o'qishga ham bahona topishsa, bizda yana o'tgan yili nashr bo'lgan Axloqus solihin degan kitob. Yaxshilar axloq. U yanada hajm jihatdan kichkinaroq. Mana shuni hajmda qattiq muqovada deylik. O'shandan boshlasdan hech bo'lmasa kichkinasi. Undan keyin kengroq ma'lumot olaman desa, ijtimoiy odoblarni o'qisa. Agar yana ko'proq o'qiyman degan bo'lsa, mana hajmi ham katta ekan, ichida ma'lumoti ham ko'p ekan. Balkim shu bilan yetib borar. Lekin hozir narxni ham aytdingizmi, og'irlik qilmaydimmi deb? Yo'q. Narxi menimcha juda qulay narxda. Nech pul?
esla olasizmi? 129 ming sotuv narxi. Yomon emas. Buni hajmiga nisbatan buni narxi yomon emas. Agarchi yana bitta narsa bor to'lar. O'zi eng yaxshi sovg'a kitob barim. Bu yoqqa borsangiz ham, bu yoqqa borsangiz ham eng zo'ri kitob. O'sha kitobni sovg'a qilaman deydigan bo'lsangiz, mana hajmi ham katta. Agar yo'q, buni chiroyli qilib o'ratib beraman desangiz ham juda chiroyli ko'rinadi. Biz o'zimizda chiroyli qilib o'zi idishga solib berishadi. Eng yaxshi sovg'a ham bo'ladi. Jonini ham to'ldirib turadi. Agar juda hali javonga qo'yishga qiziqadigan bo'lsa. Lekin javonga qo'ymasdan buni o'qish kerak. Chunki qancha kitoblar javonda chang bosib yotibdi, qancha kitoblar omborlarda chang bosib yotibdi. Ataylab gapiryapman-da, javonga qo'yishga qiziqadigan bo'lsa, javonda ham chiroyli turadi. Ya'ni kitob ortilgan eshak bo'lib qolmasligi uchun ham albatta uni javonda saqlamasdan o'qish kerak. Ya o'zi masalan bitta narsada mana kitob o'qishni boshida qiyin bo'ladi-da, rostdan ham qiyin bo'ladi, oson bo'lmaydi. Ana hozir biz kitob o'qimaysizlar degan bilan foyda yo'q-da. Masalan, siz aytyapsizki, men hozir vaqtlarim biroz tig'izligidan o'zi aslida o'qishim kerak. O'zi rostdan ham o'qish oson bo'lmaydi birinchi navbatda. Lekin odat qilib olsa, odamni xumori tutib qolar ekan. Masalan, oilaviy odat qilsak, hozir bolalar uyda kitob ko'tarib keladi-da. Takror o'qigan kitoblarimizni ham ko'tarib keladi. Mana shuni o'qib bering. Shuni o'qib bering, buni o'qigan edik-ku. Yo'q, shuni o'qib bering, shuni eshitmoqchimiz. Buni o'qidik-ku, buni o'tgan kuni o'qidik. Yo'q, yana o'qib bering. Ya'ni odatga aylandi bu narsa. Bu yerda baribir ota-ona eng muhim jihatda. Kitobni o'qishda, uni odatga aylantirishda eng muhim jihat. Masalan, Hilol nashr do'koni kengaydi-ya. Men ko'pincha chiqaman do'konda, shu kutubxona qismiga bitta qarayman. O'sha yer yo to'la bo'ladi, yo bitta joy bo'sh bo'ladi, bolalar kitob o'qib o'tirgan. Shular odatga aylantirganda shu kitobni. Inshaalloh. Masalan, o'zi jamiyatni tuzatishning yagona yechimi o'zi kitob o'qish. Boshqa narsa yo'q. Masalan, deylik ijtimoiy tarmoqda ma'lumot ko'pligi uchun esdan chiqib ketib qoladi. Siz masalan 10 minutda deylik Instagramda o'tirdingiz yo Facebookda o'tirdingizda ma'lumot ko'p olganingizdan qolmaydi hech narsa. Bitta diqqatni jamlash degan masala bor-da. O'tirib yarim soat muddat vaqtingizni kitobga ajratsangiz, faqat e'tiboringiz kitobda bo'ladi. Bu yerda ma'lumot ko'p almashganligi uchun esingizdan chiqib ketib qoladi. Deylik masalan bir xil deylik blogerlar aytadi-da, men ayrim podkastlarda, suhbatlarda ko'rib qoldimki, men deydi kitob o'qimayman, men ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlardan yoki mana shu ya'ni internet tarmog'idan olaman deydi. Unga vaqtim yo'q deydi. Men uchun shu qulay deydi. To'g'ri, qulay bo'lishi mumkin qisqa muddatga-da, lekin muhrlanishi, qolishi, ilm bo'lishi, amalga oshirilishi uchun o'tirib o'qish kerak baribir. To'g'ri. Yo'q, sizlarda boshqa fikr bormi? Hozir faqat men gapirib Hilol kitoblari mendan iborat bo'lib qolmasin deyapman. Men to'ldiradigan bo'lsak, ya'ni shakllantirish qismiga bizda endi tajribadan o'tgan usul bor. Biz Qamarda akam ham yaxshi biladi. Ishxonada oldin kitob o'qiymiz degan bir loyiha qilardik. Ya'ni hafta davomida o'qilgan kitoblarni ishchilarimiz bir-birimizga o'qib gapirib beradi. Shunda bitta uslub berishuvdi. Chiqib turardim lekin. Birga bo'lardik, albatta. Shu uslub bu hozir esimga tushib ketdi. Balki manfaatli bo'lar deb hozir ulashib qo'ymoqchi edim. Xullas, shunaqangi uslub, ya'ni kitob o'qishga odat qilib shakllantirish uchun kitob olasiz. Umuman o'qimayotgan odamlarga, ya'ni vaqt ajratolmayotgan, kitob o'qimaydigan odamlarga, lekin o'qish xohlayapti. Nima qilsin desa, kitobni oladi, birinchi kun bir bet o'qiydi. Yopadi, qo'yadi. Keyin 2 kun davomida 2 betdan o'qiydi. 2 bet o'qiydi, yopadi. Keyin 3 kun davomida ketsa ham ko'paytirmaydi. Aytgan odam shunaqa edi. Ya'ni himmati oshib ketmaslik. Shunaqa. 3 kun, misol uchun 3 betdan, 4 kun 4 betdan. Shunaqa qilib 10 betga borgan, 13 kunga borib ancha ham nechtadir kitob tugatib qo'ygan bo'ladi, ham bu odat shakllangan bo'ladi deb aytilgan. Endi bizga o'xshagan, ya'ni bizga o'xshagan misol uchun o'zi aslida kitob o'qishni yaxshi ko'ramiz, lekin vaqt topmayotgan odamlar sizni uslub aytganingizdek eng minimum miqdori qilib, yog'ini xohlasa himmatiga qarab qo'shaveradi. Bo'lmasam kamida minimum miqdor o'qib borsa, nechadir kundan keyin shu odatni yana o'zida shakllantira oladi. Endi disiplina masalasida, kun tartibi masalasida ko'p aytishadi-ku, 21 kun, nechadir kun, 40 kun ketma-ket qilsang odatga aylanadi, keyin uni har kuni qilishga moslashib qolasan deydi. Yoki kimdir aytadi, boshida toqatidan ko'proq ozgina qiynab, yaponlar uslubi bor.
ikkita ishda ishlash uchun qiynalmaslik uchun deydi 3 ishda ishlab ko'radi deydi. 3 bir oycha ishlaydi, keyin 3-ishni qo'yib yuborib 2 ishda bemalol ishlaydi deydi. Shunaqa uslublarni qo'llansa, oldin o'zing rosa qiynab olasan-da, keyin me'yorga tushib olasan. Endi bular bir uslublar, endi qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmaymiz. Eshitayotganlar o'zligiga kerakli joyini olib foydalansa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Shu kitobda balki qo'llab ko'rish, balki 3 ta kitob o'qib ko'rish kerakdir. Shunda keyin 2 ta kitob bemalol o'qigan. Endi ko'pchilik aytadi, bir paytda bir nechta kitob o'qish kerak deydi. Sohaga oid kitob ham o'qish kerak, badiiy kitob o'qib turish kerak. Hasanxon ustoz ham ko'p aytadilar. Keyin diniy kitoblarni baribir davomiy o'qish kerak, kundalik hayotimizda kerak bo'ladi. Shularni endi qaysi birini o'zligiga ma'qul ko'rsa, eshitayotgan o'quvchilarimiz shularni o'zligiga nima deydi, foydalansa manfaatli bo'ladi. Bitta jarayon borki, miya kichrayib ketyapti-da. Ma'lumotlar ko'pligidan miya o'zi katta bo'lish kerak. U bizga anaqasiga, teskarisiga o'ynayapti-da. Miya kichkina bo'lib boryapti. Shunisi yomon, eng achinarlisi. Hozir masalan TikTokda o'tirgan bola kitob qanaqa qilib o'qitar ekanmiz deyman-da shunga. Masalan, lekin o'qitishimiz kerak. Lekin ya'ni biz mas'ulmiz demoqchiman-da shu narsaga. Ya'ni kitob savdosi bilan shug'ullanayotgan, nashriyot bo'lgan, bosmaxona bo'lgan, ya'ni biz faqat chiqarib emas, kitob o'qishni targ'ib qilishda uslublar, mana Hilol kitoblari dasturi, deylik, kitobxonlik maktabi loyihasi. Haliga aytasiz-ku, o'zimizni auditoriyadan boshqa joyga chiqishimiz kerak deysiz-ku. Shunaqa. Masalan, ishonmayman-da anaqada. Men TikTokda o'tirgan bola kitob o'qishiga yoki ishongim keladi, ishona olmayman-da, nima qilay endi. Lekin miyam qotadi masalan. Nima qilish kerak degan savol qiynaydi masalan men. TikTokdan bilmayman, lekin boshqa masalada bugungi kunda kitobni ommalashtirish uchun hukumat tarafdan ham bir qancha loyihalar qilinayotgan ekan. Tashabbus bilan odamlarni o'zi ham kunuzda chiqdi adashmasam, o'zadami. Xullas, kitobxon oilalarga kommunal to'lovlarni to'lab beramiz degan bitta loyiha boshlandi. Qaysidir viloyatda. Ya'ni u oilalarda balkim sharoiti yaxshi emas oilalar bo'lsa kerak, agar ular kitobxon oila bo'lib, davomli kitobxon bo'lib, keyin o'zaro bir imtihoni bor ekan, o'sha so'rovlar bor, boshqalar bor, o'shalardan o'tilsa, kommunalniy to'lovlarni to'lab beramiz degan loyihani berishibdi. Bu bitta ish. Endi keng ko'lamda bo'layotgan bitta loyiha bor, davlat rahbarining tashabbusi bilan kitob o'qiganlar mashina yutib olyapti. Shunga qiziqqanlar endi davomiy ketyapti. Bu ham bir loyihadir. Endi siz aytmoqchi bo'lgan TikTokdagi yoki tarmoqdagilarga bilmadim, o'zlariga yarasha qanaqadir challenge-mi yoki biror mukofotmi, biror narsa o'ylab topish kerakdir. Uslub, yondashuv. TikTokda 7 sekundmi? Videolar, bir daqiqalik. Faqat u yoqda ahvol shunaqangi bo'lib ketganki, biz hozir aytayotgan bu musulmonning axloqi kitobida aytilgan narsalarga amal qilish zarrasi ham yo'q. O'shani aytmoqchimanki, ya'ni ular bunga amal qilish uchun, bu narsalarga amal qilish uchun avval buni ochish kerak-da. Bu kitobni o'qish uchun avval bular ochib ko'rish kerak. Bunga yetib borish kerak ularga. U keyin hali o'qishni bilish kerak. Chunki TikTokda o'tirib balkim o'qish esidan chiqib ketgandir. Juda ahvol chatoq bo'lib. Bo'lmasam, endi bizning o'zimiz nima qilishimiz mumkinligini aytadigan bo'lsak, o'sha hazratimiz uslublari odamlar qayerda bo'lsa, targ'ibot shu yerda qilishimiz kerak derdilar. Demak, shu TikTokda ham o'zi takliflar bo'luvdi. Balki ochgandik ham, lekin yurg'izmagandik. Shu Hilol nashri, balki Islom muzika bormidi? Islom muzika ham yo'q, Islom muzika bor. Sahifasi bor. Yo'q, o'zi umuman mana shu TikTok sahifasida qanaqadir mayli, kuzatar, jonli efirlar qilib, boshqa qilib, deylik, kitobxonlik maktabi loyihasini ham jonli efirini qo'yishmi yoki har safar qaysidir muddatda jonli efirlar qo'yishmi, lekin kirib borish kerak demoqchiman-da. Targ'ib qilish kerak, kirib borish kerak. Kimdir bundoq o'tkazayotgan vaqtida kimdir islohiga sababchi bo'lib qolsak ham, bir kishi ham o'sha TikTokdan millionlagan bolalar o'tiradi, lekin bir kishi yoki Instagram ijtimoiy tarmog'i yuritish kerak-da, ya'ni o'zimizdan tashqariga chiqishimiz kerak degan fikr bor. Xullas davom etsak bo'ladi. She'riga ham bor bu kitobda. Bu ruschasi. Doktor Ayman Rushd Suvayd, siz gapira qoling endi. Mehmon sifatida. Xo'p, bizni o'sha G'afsoniy nashriyoti bilan hamkorlikda deylik.
yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan Hilol nashr o'rtasida. Mushafin, ya'ni G'afsoniy nashriyoti bilan hamkorlikda mushaf chop etganmiz. O'sha doktor Ayman Rushdiy Suvaytni suratli tajvid kitobini nashr qilganmiz va ushbu kitobning, ya'ni suratli tajvid kitobi asli katta kitob. Qur'on o'sha o'rganish, o'quvchilarga o'rganish uchun, ya'ni tajvid qoidalarini o'rganish uchun bo'lsa, shuning ichidan harflarning sifatlari va harflarning mahrajlari degan mavzuni alohida olib, alohida kitobchalar qilingan. O'zbek tilida ham nashr qilingan va ancha oldin chiqqandi va yaqin kunlarda qayta nashr bo'ldi. Qo'limda ushlab turgani bo'lsa, xuddi shuni rus tilidagi nashri. Ya'ni bizda shu rusiy zabon o'quvchilarimiz ko'p bo'lgani uchun, shu O'rta Osiyoda, MDH davlatlarida talab bor bo'lgani uchun shu kitobni, ya'ni shu suratli tajvid kitobini ichidagi bo'lakchalarni olib rus tilida tarjima qildik. Arab harflarining sifatlari, ya'ni aytamizku zidda bor sifatlar, zidda yo'q sifatlari, shu narsani rasmlari bilan tushuntirib berilgan. Va arab tili mahrajlari, ya'ni harflar qaysi joydan chiqadi, mahraj haqida shu kitoblardan to'liq ma'lumot olish mumkin. Bular endi shu ma'lum soniy asosida o'qimoqchi bo'lganlar, o'rganmoqchi bo'lganlarga qo'shimcha adabiyot sifatida yana foydalanishlari mumkin. Men o'zim foydalanganimda boshda sal qiynalganman, lekin biladiganlardan so'rab, shu ustozlardan so'rash haqida gap ketdi-ku, o'shanda so'raganda tushuntirishganda, ya'ni sal yana ham tushunarli bo'ldiki, shu tajvid qoidalarini o'rganaman degan insonlarga qo'shimcha bir adabiyot bo'ladi inshaalloh. Kichik hajmdagi kitobchalar rus tilida, xuddi shular o'zbek tilida ham bor. Yonda olib yurishgan juda qulay ekan. Ixchamgina. Shunaqa. Rasmlari ham rangli, ichida mana ham rangli qilib qilingan. Rasmlarni ham ko'radigan bo'lsak, misol uchun mana bitta yana bir narsa bor. O'sha doktor Ayman Rushdiy Suvaytning o'zi bunisida keltirilgan ekanmi? Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib ketaman. Mana rasmlarni ko'rish mumkin. Ushbu kitobni ruxsatsiz nashr ham keng tarqalgan. Boshqacharoq ko'rinishda chiqqan. Keyin ularning iltimosi bilan bizning yurtimizda shu ularning ruxsatligi bilan, ya'ni rasmiy ruxsatlik bilan chiqardik va o'shaning ichida faqatgina shu rasmiysini ruxsat berilgani xarid qilinglar, qolganini ruxsat berilmagan degan mazmundagi bir muallifning o'zining xati tushirilgan. Arabiyda va o'zbek tilida. Hozir bu yoqda ko'zim tushmadi-ki. O'zbek tilida esa shu suratli tajvidda keltirilgan. Ko'rsak mana mahrajlarni, ya'ni talaffuz qilayotganda qayerdan ovozlar qayerdan chiqishi kerakligi haqida ma'lumotlar to'liq ham yozma ham grafik bunaqasida ko'rsatilgan. QR kodlari ham bor ekan. Ovozli varianti bor endi shu yerda, to'g'rimi? Men bir tekshirib ko'raman. Shunaqa bo'lishi kerak. Buni o'zi aslida suratli tajvidni bir alohida dasturi bor. Unda dasturi bor. Dasturi bor. Shu dasturga bog'lansa kerak, menimcha. O'zim tekshirib ko'rishim kerak ekan buni. Shunaqa. Aytganimdek, shu o'zbek tilida ham olib foydalanish mumkin. Hilol nashr do'konlarida, onlayn sahifamizdan olib foydalanishlari mumkin. Ya'ni tajvid o'rganayotgan, Qur'on o'qishni o'rganayotgan odam uchun zarur. Qo'shimcha adabiyot foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta. Qamariddin, siz go'zal qissalaringizni aytib bering-chi. Muqovasi ham go'zal ekan. O'zi ham go'zal. Kitobning nomi Eng go'zal qissalar. Eng go'zal qissalar kitobi Hilol nashrida nashr etilgan kitoblardan yana biri. Xudo xolasa bu kitobda Saodat asriga oid voqealar eng go'zal iboralar bilan batafsil bayon qilingan ekan. Batafsil emas, o'sha qissalar bilan hikoya qilib berilgan ekan. Bunda demak nimadir muammo bormi hayotida yoki boylik, kambag'allik yoki yolg'izlikdan aziyat chekyaptimi yoki xullas nimadir agar g'ami bo'ladigan bo'lsa, o'shanga mos bir voqeani o'qiydigan bo'lsa, o'zini hayotidagi holatga yechim topish uchun mana bu qissalarning go'zalligi ularga xudo xolasa malham bo'lar ekan. Annotatsiyasida shu berilgan ekan. Men hali qissalarni o'qolmadim, lekin ichidagi hali dizayni juda odamni hali tortib qo'ydi. Zamonaviy uslub
odatda haligi psixologik kitoblarda yoki moliyaviy kitoblarda shunaqa holatlarga ko'zim tushgan edi. Ranglarni o'zi ham o'qiyotgan odamga ta'sir qiladi. O'sha kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bunaqa ochiq ranglar albatta kayfiyatini ko'taradi. To'g'rimi? Shunday. Rostgo'ylik haqida. Ha? Kayfiyatini ko'taradi. Mana yorqin ranglar. Noyob. Yorqin ranglardan foydalanilgan joylar bor ekan. Batafsil agar ma'lumotlar bo'lsa, bunyoddan eshitamiz. Bizda o'zi umuman o'sha ustozlar tarafidan bir nechta yaqin oylar ichida mana shu kitob nashr etildi. O'sha 2 yetim, Sog'inch maktubi, tarjima kitoblarda bular, ha? Sizlagan yechim, avvalo niyat kabi kitob. Shular har bittasi siz aytgandek yangicha dizayndan foydalanilgan. Bugungi kundagi o'quvchilarning talabi, boshida aytganimiz, o'quvchilarning talabi o'zgaryapti. Ya'ni kitob chiroyli bo'lsin, ya'ni sovg'a bersa chiroyli yoki o'qiganda ham aytganingizdek har varog'ini ochganda estetik zavq beradi. Shu hozirgi kunda qaysidir ma'noda hissa qo'shyapti. O'qish osonlashtiradi deymizmi? Eng go'zal qissalar kitobi haqida gapirib turgandik. Ya'ni bundan oldin aytdikki, bir nechta kitoblar tayyorlanib, nashrdan chiqdi. Har shularda ham uslub shunaqa yangicha yondashuv bo'ldi. Ya'ni olib ko'rganingizda, varolaganingizda qiziqtiradi. Misol uchun, mana o'zim 2 yetim kitobini o'qiganda ham har shu bunaqa joylarda kelganda muhim joylarni keltiriladi. O'sha joyni o'qib, keyin kitob ichidan qidirasiz. Ya'ni misol uchun shunaqa joy keladi. Anons berilgan, ha? Kitob ichidan beradi. Qiziqtiradi, o'sha kitob ichida o'sha joyni kutasiz. O'zi aslida 2 bet, 3 betlik hikoya, unaqa uzun hikoyalar emas. Qisqa, lekin o'sha joyni qidirasiz. Ya'ni o'qiyotganda qo'shimcha bir intriga deymizmi? Shunaqa narsani beradi va eng go'zal qissalar ham shunaqa yangicha uslubda chiqdi. Endi kitobni o'zi bir nechta mualliflarni, ya'ni bir nechta mualliflarni hikoyalari o'rin olgan, arab tilidan bilishimcha tarjima bo'lgan. Bitta kitob o'qimaysiz, xullas, ha? Bir nechta kitob o'qiysiz. Bir nechta. Lekin bitta kitob o'qiyotgan bo'lasiz. Shunaqa hikoyalar o'rin olgan. Hadislar asosida, hikmatlar asosida ma'lumotlar keltirilgan. Bu endi ko'proq shu hammaga birdek qo'l kelsa, bugungi kunda baribir ijtimoiy tarmoqda faol insonlar ham bir nima deydi, yaxshi ma'noda kontent olaman deydiganlar bo'ladi. Bir ijtimoiy tarmoq faol etganda Drabolar degan kitobdan olaman, ya'ni kichkina hikoyalardan olaman deganda, shunga mos bir kitob desak ham bo'ladi. Endi hozir men bu bilan kitobni darajasiga mo'xsh emasman, baho bermoqchi emasman. Ya'ni shu solishtirish ma'nosida ma'lumot uchun keltirdim. Shu o'qib ko'rsa, yana o'quvchilar izohlarda fikrlarini yozib aytsa xursand bo'lamiz. O'zi umuman nafaqat bu kitobimiz, boshqa kitoblarimiz haqida ham, umuman faoliyatimiz haqida bizda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faol yuritamiz, sahifalarimizni berib borsa xursand bo'lardik. O'zi masalan ijtimoiy tarmoqlarda Hasanqor akam ko'p mavzularda aytadi-yu, ya'ni siz ham eslamchi bo'lishingiz kerak deydi-yu, ya'ni har bitta kitobxon eslamchi bo'lish kerak deydi. Ya'ni bir kitobni o'qidim, uni foydasi yo ziyoni haqida fikr bildirish kerak. Masalan, ziyon kitoblar ham bor, tabiiy. Masalan, shunchaki vaqtimni o'tkazdim, nimadir olmadim deb turin. U olmagan bo'lishi mumkin. Boshqa kitobxon boshqa fikrni yozish mumkin. Shunda umumiy fikr shakllanadi bir asar haqida. Ya'ni SMMchilik qilish kerak demoqchiman. Har bitta kitobxon masalan yoki deylik Hilol nashrida u Qamarda yoki Zumarda farqi yo'q. Qaysi bir ijtimoiy tarmoqda bo'lsa, qayerdan kitob sotib olayotgan bo'lsa, o'sha haqida fikr bildirsin. Jamiyat fikrlar orqali shakllanadi va fikrlar orqali uyg'onadi. Hozir masalan uyg'onib qolgan-ku, jamiyatda bo'layotgan voqealarga faol ravishda fikr bildiryapti. Odamlarda anaqa qilib bo'lmaydi o'sha. Kiydirib bo'lmaydi demoqchiman-da. Ya'ni ular o'sha boshqa odamga aylandi ko'pchiligi. Mana shu o'rinda hozir mana aytganingizdek, demak, bitta o'sha videoni yoki o'sha fikrni aytish bilan yaxshilikka xizmat qilingan bo'lar ekan. Barmog'ingizni haqqini bergan bo'lasiz. Jo'natib turib, SMMchilik qilib turib, ko'z yaxshi narsani ko'rdi va o'sha ko'rganini boshqaga ulashdi. Ko'zni haqqini berdingiz. Quloq yaxshi narsani eshitdi, quloqni haqqini berdingiz. Faqat yaxshilik bo'lar ekan. Hozir muqovani ko'rsatib turgan paytingiz yaxshilikka dalolat qildingiz. Albatta. Va yaxshilik qilgandek bo'ldingiz. Ana shundan keyin nima bo'ladi desa, muqovadan ko'rib hozir xayolimga kelib qoldi. O'sha g'amlaringiz bir kun ariydi va uni o'rnida gullar ochiladi. Xuddi muqova mana shuni aytayotgandek bo'libdi, xudo xolasa. Keyin biz mana ijtimoiy tarmoqda video o'sha tayyorlash masalasida o'zimiz ham videolarni tayyorlab turamiz. Oladigan ko'p narsalarimiz kitoblardagi xulosalardan va mana odatda Yorqin akam shu hayotiy jarayonlarni kuzatib, mana shu narsaga bitta narsa qilishimiz kerak deydilar, o'rtaga tashiydilar va
mana shu bilan videolarimiz yuzaga chiqadi. Lekin ko'pgina holatlarda o'sha asarlardan biz ham ta'sirlanamiz, o'shalardan kelib chiqadi. Shu ma'noda bu video tayyorlayotganlarga ham demak tegishli ekan, ko'radiganlarga ham tegishli bo'lar ekan. Marhamat, bizning endi jurnallarimizga o'tamiz. Qani bir dona so'z ayting. Xo'p, Shular jurnali 64-soni. O'zi shu kunda 65 va 66-sonlari ham tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolisa ularni ham keyingi sonlarda birgalashib nima deydi? Taqdim qilamiz. Nasib qilsa inshaalloh. Xo'p, Hilol jurnali haqida o'zi ko'p gapirganmiz oldinlari ham. Mana ko'pincha qayta eslagan bir anaqam. Bu hazratimiz shu orzular bo'lgan ekan. Ya'ni shuni bir qog'oz shaklida, ya'ni nashr bosma shaklida chiqqan. Ya'ni hazrat paytlarida elektron shaklda chiqqan bu jurnal. 2019-yilda adashmasam, ilk sonni ilk anaqasi nashrdan chiqdi. O'sha paytda rahmatli ustozimiz Ahmad Muhammad Tursun katta xizmat qildilar. Bugungi kunda ham ularning shogirdlari, o'sha Mahmud Mahkam jurnal kotibi va boshqa jamoa a'zolari xizmat qilib turishibdi, baraka topsin. Jurnalda har bir sohaga oid, ya'ni xuddi haligi aytgandek bitta kitob o'qiganda bir nechta kitob o'qigandek bo'lamiz dedik-ku, bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni har bir jabhadan ma'lumot bor. Oila deymizmi, shariat deymizmi, bola farzand tarbiyasi deymizmi, har bitta narsani haqida qisqa kerakli bo'lgan dolzarb o'sha paytda mavsumiy, misol uchun Ramazon bo'lsa Ramazon, siyrat oyi siyratga oid ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. 64-soni mana chiqib turibdi. Shu rahmatli ustoz Ahmad Muhammad Tursun 100-son chiqqanda to'y qilaman deb gap etardilar. Shu ham har safar esimizga tushadi. Yana xudo xolisa 65-66 chiqqan bo'lsa 34 ta. Taxminan 2 yil, 3 yilga yaqin muddat qolibdi. To'y qilishimiz. To'y qilishimiz. Chunki 1 yilda 12 ta son chiqadi. Xudo xolisa. Bunyod bitta mana qarang-da, bitta narsa. Biz jurnal ko'p o'qilgan davrlarda yashab o'tganmiz-da. Hozir endi inkor qilasizmi, yo'qmi, odamlar jurnal o'qimaydi deyarli. Lekin bitta narsa jalb qiladi-da. Masalan, mana shu jurnalda deylik shakli, dizayni, berilayotgan mavzulari qarayman-da, degan ko'plari dolzarb va biz uchun kerakli bo'lgan mavzular. Rukunlar deydi-yu. Lekin jurnalni masalan sotilishi, boshqa qilishi, mendagi ma'lumot bilmayman qanchalik to'g'ri, noto'g'ri. Jurnal ziyonda. Ya'ni moliyaviy jihatdan aytamanki, jurnal ziyonda. Shu rostmi? O'zi boshqa joylarda ham mana sohada hech kim jurnalni bir moddiy manfaat ko'raman, uni qoplayman deb chiqarmaydi. Bu tabiiy, ya'ni bozorda holat shunaqa. Endi to'rani deylik Forbes bo'lishi mumkin, mashhur jurnal qoplaydimi? Yo'q. Tijoriy jihatdan yo'q. Endi bosh moddiy jihat, mana bitta gapimni ozgina uzoqroqdan olib keladigan bo'lsam, bu bir aslida foydali ma'lumotlar bilan to'la, lekin ko'proq reklama uchun xizmat qiladi. Ya'niki buni kim o'qiydi? Qalin kitob o'qishga qiynaladiganlar, misol uchun. Rostdan qalin kitob o'qiy olmaydi. Ularga shunaqa jurnal bersa, kitob ichida kitob haqida ma'lumotni olib, qisqasini o'qib, keyin to'lig'i o'tishi osonroq kechadi. Bu birinchidan. O'zi mana statistikaga ham keladigan bo'lsak, bitta bizda emas, bu juda ko'pchilikda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, bosma jurnal, ya'ni oynomalar deymizmi? Oyma-oy chiqadiganlarning juda ko'piniki tushib ketgan. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda yoki shu internetda ko'p ma'lumotlar bor. Shundan keyin biz ham boshida chiqqanda 5000 ta chiqardi. Hozirgi kunda adashmasam adad 2000 ga tushgan. 300 dan ziyodroq obunachilarimiz bor. Qolgani shu 20 ta do'konlarimizda sotiladi. Hammasi sotilib ketadi deb ayta olmayman. Lekin buni o'zi asli shu eslovchim kerak, Erkin Malik ustozimiz ham ko'p tavsiyalar berib, shuni rivojlantirish kerak deb aytadilar, to'g'ri aytadilar. Lekin endi bu yog'iga shunaqa bo'lib borsa kerak. Ya'ni tendensiya shunaqa bo'ladiki, buni biz ko'proq shu reklama maqsadi. Endi reklama so'zi sal menga anaqa targ'ib deylik. Targ'ib ma'nosida chiqarishda davom etamiz. Ya'ni bir esimga tushib ketdi. Bir ozgina oldin o'qidim. Yaponiyada bitta poyezdni to'xtatmoqchi bo'lishibdi.
poyezd liniyasida ko'pchilik foydalanmas ekan. O'zi chekka qishloqga borar ekan. U moddiy zarar keltirishni boshlabdi. To'xtatishsa, keyin bilsa, bitta o'sha qishloqdagi qiz o'sha poyezdda maktabga qatnayotgan. Bitta qiz qatnayotgan xolos. Boshqa endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri. Shu qiz maktab bitirguncha shu poyezdni to'xtatishmagan ekanda. Men nimaga olib kelmoqchiman? Shu har soni chiqqanda, mana kecha ham bitta onaxon bilan telefonda gaplashdik. Rahmat aytishadi. Endi ular ijtimoiy tarmoq foydalanishmaydi. Ularga qiziq emas. Hadeb kitob sotib olishga balkim sharoit yo'qdir yoki birdaniga buncha mavzuli narsani topish qiyin. Har son chiqqanda bitta menga emas, boshqalarga ham telefon qilib rahmat aytadiganlar bor. Ana shu o'quvchilarimiz uchun biz chiqarishda davom etaveramiz, xudo xolisa. Va Alloh nasib qilsa, targ'ibotlarni yaxshilab qila olsak, o'zimizda kitobxonlik darajasi oshadigan bo'lsa, balkim kelgusida tirajini, nashr sonini ko'paytiramiz inshaalloh. O'zi ayb bizda demoqchi edim, o'zi buni fikr ortida fikr bor edi. Ya'ni shunaqa jurnalimiz borki, lekin shuni mayli buni foydasi emas, ya'ni bosilgan tirajini sotish, ya'ni obunachilarni oshirish. Mana hozir yaxshi mavzu ko'tardingiz, bir onaxon telefon qilib rahmat aytishi. Demak, hozir bemalol uyda onalari bor, boshqa uygacha yetkazib beriladi, to'g'rimi? Obuna bo'lganlarga har son chiqqanda uyga yetkazib beramiz. Viloyatlar bo'yicha ham yetkazib beramiz. Yaxshi tavsiyada. Hozir masalan uyda katta onaxonlar bordir, otaxonlar bordir. Mana shu jurnal borib turishi, ularni o'qishi, ya'ni ular o'zini davrida shunaqa narsalar o'qib katta bo'lishgan demoqchiman-da. Bayram kuni bo'lganda. Masalan, oldin sariq matbuot juda ham rivojlangan edi. Odamlar millionlab nusxalarda chop etilganda, masalan. Hozir bilmayman endi u chop etilyaptimi, boshqami yo'qmi bilmayman-u. Lekin katta tahririyatlar bo'lganda, o'sha bitta gazetalarda, boshqalarni odamlar o'qishgan ichida, lekin juda ham bir saviyasiz narsalar bo'lgan, arzimaydigan narsalar bo'lganda. Lekin bo'lib ham bu insonni masalan dini bilan, oxirati bilan bog'liq masalalar bor buning ichida. Masalan, Allohning go'zal ismlarini anaqalari bor. Bayonlari bor, boshqasi bor. Har bitta rukni menimcha hayotimiz uchun zarur bo'lgan rukunlarda. Shuni demoqchi edim mana. Yana bitta narsa aytib ketsam mayli, gaplardan zavqlandim. Bitta o'quvchisi uchun deganga Imom G'azzoliy madrasada o'qib yurgan paytda Nizomul Mulk madrasaga borib qoldi-da, qarasa har kimni niyati har xil. Kim bo'lmoqsan desa, otam qozi o'rniga qozi bo'laman. Senchi otam tadbirkorlik bilan shug'ullanishib tadbirkor bo'laman. Birontasi bir ilm haqida gapirmayapti-da. Keyin hali Imom G'azzoliyga yo'lib qolib, senchi desa, men olim bo'laman. Desa, bo'ldi, shu bolalar uchun yopmaymiz degandek. Ya'ni madrasa shuning uchun faoliyat ketgandi. Keyin mana shu hafta bo'lgan gap, o'sha hozir Yorqin aka aytayotgan ko'p katta sonli tirajlar chiqqan deganingizga. Xurshid Do'stmuhammad mehmon bo'ldilar. Yoshlik jurnalida Hazratni intervyusi chop qilinganligi tarixini eslab aytyaptilar. O'sha muhit uchun, o'sha 89-yil, 90-yil, 91-yillardagi holat deylik. O'sha paytda Hazrat bilan e'lon qilingan juda katta hajmli suhbat va bu suhbat 400 mingdan ortiq tirajmi shunaqa bo'lgan adad. Va tasavvur qiling, undan yo'q qolmagan. Ya'ni mana shunaqa narsalar jurnallar orqali yetkazilgan ekan. Bo'lib ham nimaga yoshlik jurnalida? Chunki Xudoyberdi To'xtaboy bosh muharrir, o'sha payt Erkin Malik va Xurshid Do'stmuhammad bular xodim bo'lsa, o'rtada suhbat bo'lyapti. Yoshlarga biz tarbiyani berishimiz, axloqni berishimiz uchun katta suhbat kerak. Bu ma'noda ham deganda Hazrat bilan suhbat qilish rejalashtirilib, Xurshid Do'stmuhammad Hazrat bilan suhbat qiladi. Unda boshida aytayapti, Hazrat bilan bu gapni gaplashgan paytimiz u kishi Mahatni rektori edi, mudiri edi. Suhbat bo'lgan paytda esa u kishi Qozog'iston va O'zbekiston musulmonlar, Qozog'iston va O'rta Osiyo musulmonlari idorasi raisi muftiy edilar deyapti. Ya'ni muftiy paytda suhbat bo'lgan, katta hajmli suhbat, juda katta. Bu suhbatni Hoji akaning kitoblarida shu o'qidim. Juda ko'p narsalar aytilgan. Yoshlarning ta'limi yo'q, butun xalqda o'sha ayni islomiy qadriyatlarni shakllanishi mavzulari yoritilgan va bu aytilgan mana shu qiymatli gaplar jurnalda tarqatilgan. Ya'ni jurnalda e'lon qilingan va jurnal bilan odamlarga yetib borgan. Qolmagan jurnal. O'shancha tirajdagi nima qolmagan. Hozir aytgan raqamingiz bilan o'sha paytdagi 400 ming, 500 ming adad juda katta farqli. Ajab emas aytganingizdek, ular hali jurnal o'qib katta bo'lgan odamlar, hozirgi yosh kattalarimiz buni o'qib maza qilishsa kerak.
Yana bir ma'lumotni qo'shib ketmoqchi edim. Bir ustozlarimizni nima deydi? Tashabbus bilan qilindi. Bundan siz ham xabaringiz bo'ldi. Bu yog'iga har masnaviy xonlik sonida 200 ta o'quvchini, ya'ni 200 ta o'quvchiga yangi chiqqan sondan ulashib borishi yo'lga qo'yamiz, xudo xohlasa, ya'ni 1 yil davomida. Ustozlardan shunaqa tashabbus bo'ldiki, 200 ga yaqin insonni shu jurnalni obuna qilish taklifi bo'lganda, biz shu ya'ni masnaviy xonlik suhbatiga kelgan o'quvchilarimizga o'sha oyda chiqqan eng so'nggi yangi jurnalni hadya qilib boramiz, xudo xohlasa. Mana kechagi suhbatda shuni aytilgandi. Inshaalloh Ramazon ichida birinchi Ramazon sonini berib, shuni boshlashni niyat qilib qo'ydik, xudo xohlasa. Maşallah. Keyin o'sha rahmatlar masalasida Qashqadaryodan bir o'qituvchi keladi tadbirga. O'sha kishi ham o'zi o'qituvchi, o'quvchilariga bir dunyo jurnal olib ketadi. O'qiymiz hammamiz deydi. Butun maktabdagi o'quvchilariga Hilol jurnalini tanishtirib o'qib borishayotgan ekan. Bu ham o'sha xizmatlardan birida endi. Va bizda Omina. Oxirgi nashr etilganlardan biri Omina jurnali. Marhamat. 5 ekan. Biza birinchi son chiqqanda Hilolga singil muborak deb hazilamiz bilan e'lon qilgandik. Ustozimiz Odinaxon Muhammad Sodiqqa ya'ni tashabbuslar bilan chiqayotgan jurnal bilan, ya'ni Muslimat o'z jamoasi tayyorlaydi. Bizda nashr bo'ladi. Mana hozir 5-soni kelibdi. Bu Hilol jurnalidan farqi 3 oyda bir chiqadi. Ya'ni 1 yilda 4 ta son chiqadi. Bunga ham xuddi Hilol jurnali kabi obuna xizmatlari mavjud. Buni ham xuddi shunaqa yetkazib beramiz. Bu ham hozirgi kunda Qancha obunachisi bor? Bu 500 dan ziyod. Hilol jurnalidan ko'proq. Yaxshi ekanda. O'zi aslida mana kitobxonlik maktabidan ko'rsa ayollarda faollik bor. Ya'ni shuni har oy chiqadigan qilib qo'ysa bo'lmaydi bundan ko'ra? Bu taklifni bir yetkazamiz inshaalloh. Endi boshida reja shunaqa bo'lgan ekan. Endi ichidagi materialni yig'ilishi, uni ekspertizadan o'tkazish, nashr ishlar bari o'ziga yarasha mashaqqati bor. Mashaqqat balkim bo'lar kelgusida. Lekin hozirda 3 oyda bir marta chiqyapti. 5-soni. Bu ham o'sha aytgandek ko'proq ayollarga mos qilingan, lekin baribir har bir oilada bo'lishi kerak bo'lgan foydali ma'lumotlar ichida o'rin olgan. Bu 3000 adadda chiqadi. Buni ham xudo xohlasa kelgusida ko'paytirish rejasi bor, xudo xohlasa. Bu hozir endi 5 ta son chiqqani bilan tugab ketadi, lekin har bir soni keyingi son chiqquncha deyarli tugaydi. Kam adadda qoladi. Keyingi ya'ni do'konlarimizda ozgina adadda kamroq, nisbatan kamroq. Demak, o'quvchilari bor-da. O'quvchilar bor. Ayollar yaxshigina bor. Juda foydali ekan. Mavzular bilan tanishib, o'sha ma'lumot haqida tanishib turgan paytim eng oxirida yozilibdi. Ayollar uchun taomlar, shirinliklarni retsepti ham bor ekan. Demak, har bitta sonda yangi bir taom yoki shirinlikni retseptini bilib olishadi-da, uyda tayyorlab bersa, mana oilada yana yaxshi muhit Inshaalloh o'rganingiz, Omina jurnali. Shu haligi ma'lumotlarda yozilgan ekan. Abdulla o'rtog'imiz aytib turgan shirinlik nomi. Trüfe degan shirinlikni retseptini berishdi bunda. Lekin shu 3 oyda bitta birisi, 3 oyda bitta bir shirinlik yeysiz. O'shaning uchun Yorqin akam gapida jon bor. Ya'ni har oyda chiqarib menga turish o'xshagan shirinlik xo'r uchun 3 oyda bir marta shirinlik yeyish g'alati endi, yangi shirinlik. Har oyda chiqarib tursa bo'lmasmikan degan gaplarida mana shu joyni inobatga olishlari kerak dedik. Yangi retsept uchun. Inshaalloh buni bir mutasaddilarga yetkazamiz. Yetkazish kerak, amalga oshirish kerak. Anaqa o'zi o'quvchisi ko'p ekan, sotilib ketar ekan. Ya'ni doim targ'ib bo'lib turgan narsa va xaridorlari bor narsani ko'proq foydalari tegsa yaxshi-da o'zi albatta. O'zi masalan dasturdan ko'ngil to'ldimi yo'qmi degan savol beraman sizlarga. U savoldan berishdan oldin boshqa savol bilan murojaat qilmoqchiman. O'zi buni bugun do'konda o'tkazdik-ku, sizga ham bermoqchiman shu savolni. Xo'p, birinchi mehmon deb Qamariddin ruxsat bersangiz. Albatta. Mehmonimizga beramiz. Xo'p. Qisqa, tez javob berasiz. Sizni ta'sirlantirgan kitoblar ichida eng yaxshisi? Ijtimoiy odoblar. Sizni yig'latgan kitoblar orasida eng yaxshisi? 2 yetimni birinchi hikoyasi oxirgi o'qiganlarimdan shunga yig'ladingizmi? Ha. Xo'p. Hamma o'qish kerak deb bilgan kitobingiz? Baxtiyor oila. Aha. Qayta o'qib malollanmaydigan kitobingiz? Ruhiy tarbiya. Eng ko'p o'qigan kitobingiz va necha marta? Bitta kitobni ko'p o'qiganimni to'g'risi
eslolmadim, lekin ko'p murojaat qilgan shu Baxtiyor Oyli kitobi. Hazrat kitoblardan birinchi bo'lib qaysisini o'qigansiz? Eng birinchi hozir adashmasam ruhiy tarbiya bo'lgan ham birinchi juzini o'qiganman o'sha paytda. Hozir o'qib turgan kitobingiz, ya'ni tugatganingiz va boshlaganingiz. Oxirgi o'qiyotganim ya'ni 2 yetimni o'qigandan keyin Sog'inch maktubini boshlagandim. Qisqa hikoya ekan. Mana shu oxirgi hikoyasiga kelganman hozircha shu. Nima, uni ham tugatasiz? Inshaalloh. Bo'ldi. Xo'p. Endi menga Endi sizga faqat bu savollarni bermayman. Boshqa savol bo'lsin deb o'ylayman. Boshqacha bo'ladi o'zi. Kitoblarning nomini aytaveraman. Hazrat kitoblarning nomini aytaveraman. Biz do'konda o'ynadik buni. Kitobxonlar bilan sizlar bilan ham o'ynash qiziqarliroqdek ko'rindi. Siz bittasini tanlaysiz. Ijtimoiy odoblar mukammal saodat yo'li. Mukammal saodat yo'li. Bo'ldi. Mukammal saodat yo'li Baxtiyor Oyli. Mukammal saodat yo'li. Xo'p. Mukammal saodat yo'li amallar niyatga bog'liqdir. Mukammal saodat yo'li. Mukammal saodat yo'li kifoya. Kifoya. Kifoya odoblar xazinasi. Odoblar xazinasi. Odoblar xazinasi ruhiy tarbiya. Xo'p, odoblar xazinasi. Odoblar xazinasi tafsiri hilol. Tafsiri hilol. Bo'ldi. Ular shunaqa gaplar. Bunyod xursand bo'ldik. Tashrifdan mana shunaqa kelib turasiz. Inshaalloh. Shu yerdamiz. Ana 2024 qalay o'tdi dedim, raqamlarda aytaman deb aytmadingiz. Shu joy esdan chiqib qoldi-ku. Bu menimcha siz pullarda aytasiz deb o'yladim. Chunki pul mavzusi hammaga qiziqda, to'g'rimi? Qancha topdik? Necha pul yo'qotdik? Qancha kitob sotdik? O'zi aslida raqam deganda mana shu kitob soni, ya'ni sotuv soni hazillashyapti. Nazarda tutgandim. Necha million kitob sotdik? Xo'p. To'g'risi suhbat davomida men eslab turdim, hozir nimagadir esimdan hayajon bosdim, ozgina esimdan chiqib qoldi. Hayajon boshida bosish kerak edi o'zi. Sizda oxirida bosyapti. Xo'p. O'zi tayinlagandim. Yozib olmayapman, rostdan hozir xayolimdan ko'tarilib qoldi, lekin o'sha boshida aytganim ozgina to'ldirib qo'yadigan bo'lsam, o'tgan yilgi statistika bilan bu yilgi statistikani solishtiramiz bizda doim. Elektron kitoblar misolida mana yaqinda qilganimiz mana deylik 124 mingta elektron kitob sotgan ekanmiz o'tgan yilda, 2023-yilda. 124 ming. 124 ming adashmayotgan bo'lsam, agar ozgina plus minus bo'lishi mumkin. Shu ko'rsatkich 174 ming bo'ldi. 176 ming bo'ldi adashmasam 2024 uchun. Ya'ni taxminan 50% ga oshgan. Bu natija endi inshaalloh niyat qilib qo'ydik sheriklar bilan 300 ming keyingi yil 300 mingga chiqarish, ya'ni keyingi yilga 2025 da 300 mingga chiqarishni niyat qildik. Endi bu quruq niyat bilan ish bitmaydi. Shunga yarasha harakat qilinadi. Xolis harakat qilinadi. Endi qog'oz kitoblarga keladigan bo'lsak, qog'oz kitoblarimiz xo'p 2000 bizda endi boyishda aytildi-ku, misol uchun ko'proq nima deydi? Yangi adabiyotlar chiqishni boshladi bu yildan. O'z oldindan ko'p chiqqan. Bu yil ko'proq chiqdi. Keyin biz nima qilib solishtiramiz? Misol uchun omborimizda qancha qoldiq bor edi yil boshida, oxiriga kelib qancha bo'ldi, qancha sotildi. 2024 da shu qanaqa bo'ldi desa, 2023 da qoldig'imiz faqat ko'paygan, sotuv bir maromda ketgan. Ya'ni nima demoqchiman? Kitob chiqaraverganmiz, ya'ni chiqishga nisbatan sotuv kam bo'ldi. 2024 da qoldig'imiz shu bo'yicha turdi, ya'ni ko'p ko'tarilmadi. Sotuvimiz ham deyarli 2023 bilan bir xil bo'ldi. Bu nimani bildiradi desa, оборот tezroq bo'ldi degani. Оборот tezlashgan. Ya'ni bu yoqda оборот kamroq. Misol bitta kitob bir yilda 2 marta sotilsa, bunda 4 marta sotildi. Shuni hisobiga tezroq aylandi-da, lekin sotuv o'sha. Xo'p, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Hurmatli o'qirmanlar, qadrdonlar, e'tibor uchun rahmat. Kitob o'qishdan to'xtamang. Hilol nashrida yangidan yangi kitoblar, Xudo xohlasa sizni o'qishingiz uchun hozir va nozir holatga keltirishga sa'y-harakat qilinyapti. Bu borada nashriyat xodimlarini, ustozlarimizni, mualliflarni haqlariga duoda bo'ling va biz mana shu yangi kitoblarni sizga yetkazishda Yorqin akam bilan Xudo xohlasa xizmatingizda bo'lamiz. Salomat bo'linglar.
salomat bo'lasizlar. Bugun sizlar o'qinglar, ertaga jamiyat sizlar qutqarasizlar. Inshaalloh. Rahmat.